Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. İmam Buxari rahmetullahi aleyhinin Sahih Buxari namlı kitabida biz namaz münasebetlik mezmunlar hakkında ders okuyatkan edik. Bugünkü bu babda bugün İmam Buxari rahmetullahi aleyh insan Müslüman kişi birlik kiyimge yögünüp namaz okusa bunun hükmü qandaq? İmam Zuhri rahmetullahi aleyh Pürkencini yögünü vagan degan hadisga izohat berib, pürkenciniki ikki tarafini ikki mursiga otib bilish, qarama-qarshi holat ortib bilish deganda, birini o'ng tarafga, birini so'l tarafga. Demak, bu undaqda bu ikki mursini yöggan bo'ldi bu yerda. Demak, yo'g'on uzun bir raqtni ustiga otib bilan bir uchini ma muriga, ya'ni bir uchini so'l muriga yögaydi-da. Mana mushu holatni demakchi bu yerga tushundirish. Imom Zuhriy deydi, Ummahani rahmatullohi raziyallohu anha shundoq degan. Ummahani Ali ibn Abu Talibningki ochisi, ya'ni bir hamshirisida hamda ochisingil yoki oksingil degan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bir kiyimni yo'ginib, kiyimning ikki uchini birini muriga, birini yana bir muriga tashlab qo'ygan dedi. Yani bir nima yanga atib olgan, bir nima yanga atib olgan demakchi. Bu ko'pincha hozir shu haramlarda, Pokiston, shu Hindistonniki, Afg'onistonniki odamlar o'zining odatki jild kiyimlarining ustiga uzun keng bir raqni purkanchi qilib atib oladi. Bu yollarga yo'gab bilan. Mushning o'xshaydigan kiyimlar shu davrdagi. Bu 354-numərlik hadis. Bu hadisda İmam Buxari rahmetullahi alayh bizga Ubaydullah ibn Musa hadis so'zlab bergan edi deb shundoq deydi. Bu kishi İmam Buxariyninki ustozlarininki biri, daniq davrdagi muhaddis. Bu kishiniki tarjimali boshda o'tib bo'lgan. Bu zot deydi bizga Hisham ibn Urva hadis so'zlab bergan. Hisham ibn Urvaning tarixi o'tgan. Bu kishi dadisi Urva ibn Zubayr. Urva Ömer ibn Abi Salama degan kishi rivoyat qilgan. Ömer ibn Abi Salama bo'lsa Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamninki o'gay bolasi bo'ldi. Chunki payg'ambarimiz Ömer ibn Abi Salamaning onasi Ummu Salama bilan turmush qurgandan keyin bu bola Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamninki o'gay bolasi bo'lib, Rasulullohninki tarbiyasi cho'ng bo'lgan. Ali roziyallohu anhuninki zamonasida bu kishini Bahraynga vali qilib avatgan. 83-yili o'lib ketganligi xotirlangan. Bu kishining o'lib ketganligi o'rnini ba'zilar Madina debdi, ba'zilar Ali roziyallohu anhu shu Iroqda tug urush ko'rib o'lib ketgan debdi. Vallohu alam. Eng muhimi bu kishi kichik sahobalar qatorida hisoblanadi. Chunki bu kishi Habasistonda tug'ilgan. Chunki onasi bilan dadasi Habasistonga hijrat qilib, shu hijrat zamonida Habasiston diyorida shu g'urbatchilik tug'ilgan. O'z davrida Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamniki va uningdan boshqa sahobalarniki tarbiyasida ta'limoti bilan cho'ng bo'lgan. Bu kishining ustozlari ko'pincha asosan sahobalar. Bu kishining mana ko'p shogirdlari bo'lgan tabiinlarda. Bu kishining hamda hadis ilmi qo'shgan tuhflar qatorida Sahih Buxoriyda 5 hadis, Sahih Muslimda 6 hadis saqlanib kelgan. Termizida 5, Abu Davudda 3, Muvatta Imom Malikda 2, Nasaiyda 2 hadis bor. Demak bu hadis ilmi qo'shgan mush odamning nomini qoldirilib ketgan hadislar. Jumladan hozir o'qiyotgan mush hadisimiz shu hadisning o'zi shu. Bu zot shu bayonot beryapti-da bu yerda. Haqiqatan Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bir kiyimda namoz o'qigan, o kiyimning ikki bujkini yoki ikki uchini bir-biriga qarshi, qarama-qarshi yo'g'ini olgan dedi. Birini o'ng taraf, birini so'l tarafga tashlab olgan mursiga demakchi. Hamda 355-numərlik hadisda Imom Buxoriy rahmatullohi alayh bizga Muhammad ibn Musanna hadis so'zlab bergan edi deydi. Bu kishining tarjimali o'tgan. Bu kishi edi bizga Yahya hadis so'zlab bergan dedi. Yahya al-Qatton nomi bilan mashhur. Bu kishi edi bizga Hisham hadis so'zlab bergan. Hisham deydi, menga dadam hadis so'zlab bergan dedi. Urvat ibn Zubayr. Urvat ibn Zubayr Ömer ibn Abi Salamadan bayon qilgan bu hadisni. Hozir tarjimali o'tgan kishi. Bu odam Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamniki birlik kiyimda Ummu Salamaning uyida birlik kiyimda namoz o'qanligini ko'rgan. Vaholanki bu ikki kiyimning ikki bujki yoki ikki uchi Payg'ambarimizning muborak ikki mursiga tashlangan, almashtirilibdi. Demak bu yerda Umar ibn Abi Salama o'zining opasining uyida, onasining uyida Rasulullohniki uydiki namoz ibodat holatini ko'rib buni deb turibdi bu yerda. Bu yerda shu ikki murni maqsad qilgan, ikki do'lini men rasmga chiqarib qo'yman. Imom Buxoriy rahmatullohi alayh 356-numərlik hadisda bizga Ubayd ibn Ismoil hadis so'zlab bergan edi deydi. Ubayd ibn Ismoil Imom Buxoriyninki ustozlariniki biri. Bu kishiniki tarjimali boshda o'tib bo'lgan shu ayzga munosabatlik bablarda bu kishiniki tarjimali o'tganda. Bu kishi dedi bizga Abu Usama hadis so'zlab bergan edi deb shundoq deydi. Abu Usamaniki tarjimali Kitabul Ilmda o'tib bo'lgan. Bu zot Hisham dadisidan Urva ibn Zubayr. Urva dedi haqiqatan
Bu gapni ta'kidlab deyapti. Haqiqatan Ömer ibn Abi Selma buningga deb bergan bo'lib, Ömer mundaq degan. Payg'ambar alayhisolatu vasallamniki birlik kiyimni yo'ginib turib, Ummu Salimining uyida namoz o'qiganligini ko'rgan edim. Bu kiyimning ikki uchi Rasulullohning do'lisiga yoki mursiga tashlangan dedi. Endi bugungi kunda yana shunday kiyim bilan namoz o'qiydigan odamlar bormi? Bor. Masalan, o'sha hajga kelgan kishilar umrda yoki hajda ihrom bilan namoz o'qiydi. Ba'zi bilmay do'lisi o'chib qo'ydigan avvallar bor namozchi. Bu cheklangan, bu bo'lmaydi. Shuningdek, o'sha ikki do'lisini yo'gab o'qish kerak ihromda. 357-numurlik hadis kelgan vaqtida Imom Buxoriy rahmatullohi alayhi bizga Ismoil ibn Abi Uvays degan kishi hadis so'zlab bergan edi deydi. Bu kishining tarjimasi boshida o'tgan. Bu kishi deydi, menga Malik ibn Anas hadis so'zlab bergan edi deydi. Bu kishi Abin Nazir Umar ibn Ubaydullah degan kishining ozodgarisidan rivoyat qilgan bo'lib, bu kishining tarjimasi boshida o'tgan. Haqiqatan Abu Murra degan kishi bu Ali radhiyallohu anhuniki singlisi yoki ochisi Ummu Hani degan ayolniki ozodgarisi ekan. Bu ozodgarda degan nechqatim deydik, yana bir qayta takrorlayli. Burun qulluq tuzumda yashagan o'zining qullarini ozod qilayotgan bo'lsa, keyingi davrlarda masalan umrining oxirlarida buni ozodgarda deb atagan, ya'ni arabcha mavla deb atagan. Endi bu uyg'urcha ozodgarda degan bo'ladi. O'ziniki burun quli degan mazmunda keyin ozod qilinib ketgan. Shu Abu Murra degan kishi Abu Nazir degan kishi xabar bergan ekan. Abu Murra kim degan vaqtida bu nihoyat buyuk tobiinlarniki biri. İsmi Yazid, lekin Abu Murra nomi bilan mashhur. Bu kishi shu Ali ibn Abu Talib jamoatiniki. Ba'zilar masalan Ummu Hanining degan, ba'zilar oksi Aqil ibn Abi Talibning ozodgarisi deyilgan. 100-yil o'lib ketgan o'zining ishonchlik tobiinlarning biri. Hadis ilmida muhaddislar bu kishiga ishonchlik degan bahona bergan. Asosan shu ko'p sahobalar bu kishiniki ustozi bo'lgan. Masalan, hozirgi Fahita, Ummu Hanining ismi Fahita, shu ayol Abu Hurayra qatorliqlar. Bu kishining hamda hadis ilmi qo'shgan tuhfalar qatorida Sahih Muslimda 7, Sahih Buxoriyda 6, Muvatta Imom Malikda 5, Tirmizida 3, Sunan Abu Davudda 1, Nasaiyda 1 hadisi bor. Mush kishidan qilib qolgan. Bu odam Abu Nazirga deb bergan ekanda, bu Abu Murra Ummu Hanidan anglagan ekan. Ummu Hanining ismi Fahita, Ali ibn Abu Talibning ochisi. Bu ayol deydi, Payg'ambar alayhisolatu vasallamniki huzuriga Makka fath yilini men borgan edim. Bu Hijriyaniki 8-yil, milodiy 630-yilga to'g'ri keldi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Makka fath qilgan vaqt. Nayt tarixdagi muhim vaqt bu. Shu vaqtda Rasulullohning huzuriga bosib qishiga Payg'ambarimiz jo'nayotgan ekan deydi. Qizi Fatima bir raqda Rasulullohni dalda qilib turibdi. Ham bu vaqtda uy yo'q, o'ylam kishilarning uyi chidirning atrofiga shu raqtimjini yo'gab turiblar. Jo'ndagan gap normal odatda. Bu ayol deydi, Rasulullohga salom qildim. Payg'ambarimiz dediki, kim bu dedi. Men Ummu Hani, Abu Talibning qizi Ummu Hani bo'laman desa, Payg'ambarimiz keling deb qarshi olib, keling, muborak bo'lsin, keling deb qarshi oldi-da. Rasululloh jo'nib bo'lib bir kiyimiga yo'giniblar 8 rakat namoz o'qigan. Qaytgan vaqtda dedim, ya Rasululloh dedim. Bu yerda 8 rakat namozni shu vaqtida chashka namozi dediguvchilar bo'lgan. Bu shu Fatih namoz deyilgan. Masalan, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Makka Fatih qilganlikdan keyin shukronasi o'qigan namoz deyilgan. Bu namoz haqida ulamolarning xilma-xil ko'z qarashlari bo'lgan. Muhimi, mening onamning bolasi deydi. Aksi ya inisi Ali ibn Abu Talib deydi. Men panolik vergan, eminlik vergan bir odamni o'ltirman deyapti degan. Shu vaqtda Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam nurg'un kishilarga omonlik berguvchilar paylidan qinini halol sangan, o'ltirishga buyurgan kishilarni Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam jinni saqlab qolgan. Jumladan shu Ummu Hanimi boshqalarningki qinini tilab kelyapti-da. Bir qo'shqindan kes ya Rasululloh, men paloni bustani. Mesela İbn Hubayrning paloni degan odamga men panolik bergandim. Lekin bu onamning bolasi deydi. Bu yerda qiraqroq meni bildiryapti. Ochiq da'vatgan gap bu. Ya'ni bu eli o'ltirman da'vatida. Bu İbn Hubayra degan kim degan vaqtda bu to'g'riliqmi xilma-xil ko'z qarashli bo'lgan. Ki rivoyatchining o'zi ismini unutib qolgachqa shu falan degan bo'lishi mumkin. Ba'zilar buni Haris degan, ba'zilar shu erining o'gay bolalari degan mo'yma tuqqanlari shu. Erining tuqqanlari o'zining tuqqanlari ishqilib jamoatning ichidagi bir kishilar hamda.
Bular makfatisiga qatnashgan musulmonlarga qarshilik ko'rsatgan kofirlarning biri. Shundaq bo'lsa-mu, bu ayol bir qo'shqindan kirsizlar deb Rasulullohni qilishga kelyapti. Payg'ambarimiz dediki, "Ummahani, siz kimga amonlik bergan bo'lsangiz, biz amonlik berdik. Mardlikni qaranglar Rasululloh." Ummahani shundaq deydi. Shu chashka namozi edi deb keyingi vaqtda bu namozningki chashka namozi ekanligini bildirgan. Demak, bu chashka namozi ekanligi bu yerda ko'rinib turibdi. Muhimi bizga bu hadisdagi muhim nuqta Rasulullohning birlik kiyimda namoz o'qiganligini bizga bildirmoqchi. Imom Buxoriy mushu nuqtani asos qilib turib, bu yerda birlik kiyimda namoz o'qisa bo'ladi degan dalilni qo'llanmoqchi. Hamda 358-numurli hadis kelgan vaqtida Imom Buxoriy rahmatullohi alayhi bizga Abdulloh ibn Yusuf hadis so'zlab bergan edi deydi. Tanisi shu. Bu zot deydi bizga Malik xabar bergan. Malik ibn Shahab Sa'id ibn Musayyibdan. Bu kishi Abu Hurayra radhiyallohu anhudan bayon qilib, bir odam payg'ambar alayhisolatu vasallamdan birlik kiyimda namoz o'qisa qanday bo'ldi deb savol so'ragan ekanda, payg'ambar alayhisolatu vasallam javoban hammaning ishki kiyimi bormi dedi. Bunday deganda Rasululloh bu inkoriy so'roqma va hamma odamning ishki kiyimi yo'q-da, nurg'on odamning bir kiyimi bor, albatta durust demoqchi bu joyda. Demak, bir kiyimda namoz o'qisa bo'ladi, shart avratni yopgan bo'lish kerak. Bugungi darsimiz musharakchi bo'lg'ay va sallallohu alayhi va Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in.